aralashmasi qasd bo'linmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi Ekopolitsiyasi xodimlari tomonidan joriy yilning 21-aprel kuni Samarqand viloyati Tayloq tumani hududida nazorat reyd tadbirlari o'tkazildi. O'tkazilgan nazorat reyd tadbirlarida tumandan oqib o'tuvchi moratoriya joriy qilingan Zarafshon daryosining o'zan qismidan bir guruh fuqarolar tomonidan tungi soat 1:30 atrofida davlat raqamsiz sariq rangli ekskavator yordamida qum shag'al aralashmasini KAMAZ, OVO rusumli yuk avtomashinalariga yuklayotgan holatlari aniqlandi. Aniqlangan holat bo'yicha reyd tadbirlar jarayonida xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan ekskavator va yuk avtomobil haydovchilari hamda bir guruh noma'lum shaxslar qarshilik ko'rsatib, xodimlarga shikast yetkazib, ekskavatorni olib voqea joyida qochib ketdi. Sodir etilgan huquqbuzarlik oqibatida tabiatga 295 milliard so'mdan ziyon zarar yetkazilganligi davlat inspektorlari tomonidan aniqlandi. Yuqoridagi barcha holatlar bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirib, huquqiy muhofaza qiluvchi organlarga yuborish choralari ko'rildi. Reyd tadbirlari davom etmoqda.